Photoshop'ni ishlatish jarayonida bir hujjat açsaq, navbatda bir hujjat açsaq, mındaq turib oladi ekan. Buni ajratib chiqish uchun mousni mındaq tortib bo'sh o'ringa tashlab qo'ysanglar ajraydi. Mana tushundinglar? Buni chuqur bu oddiy mashg'ulotlar, ammo uqsizlar. Shundaqdimi? Qayta bir deb qo'yay. Aningdan keyin mau cho'ng kichikiltish qurolini qo'sh chekdim. Qo'sh chekishimlik sabab mushning o'zini, ya'ni eng o'lchamlik razmir qanchalik bo'lsa shu xil holat cho'ngligida ko'rsin demakchi. Aslida kichikiltib qo'ygan bo'lsam, mana qo'sh cheksamlar o'zining ko'rinishi holatiga keladi. Yoki bo'lmasa meni kichikiltib qo'yay. Kichikiltib qo'ydim. Kichikiltib mushning ustida shu cho'ngaytish kichikiltish knopkasini chekib tanlagandan keyin mousening o'ng knopkasini mushning ustida bir qatim cheksam, ko'rinishninki, ya'ni ekranninki cho'ng kichiklik o'lcham bo'yicha, amaliy piksel qimmati bo'yicha, ya'ni printlab chiqaradigan amaliy razmir bo'yicha yoki bo'lmasa cho'ngaytib yoki kichikiltib berang demakchi. Qolgan birisini tanlasam bo'ldi. Mana printerda urib chiqaradigan cho'nglik qanchalik bo'lsa, shunchalik cho'nglik chiqardi. Buni odatda xalqning rasmini ishlab printerda urib chiqarib beradigan vaqtimizda bek ko'p ishlatamiz. Qanchalik cho'nglikda bo'lgan rasm deb ishlasam bo'ladi. Mauni amaliy razmirni kurashda ishlatamiz. Bunda cheksam amaliy, masalan, bunda kichik bo'ldi. Amaliy razmir qanchalikda deb cheksam amaliy razmirni ko'rsatib turdi. Mauni bo'lsa, mishak ling to'shab turgan holatni ko'rsatish uchun ishlataman. Hozir surgichisi yo'q-ku meningki. Surgichisi yo'q. Shu. Mening qo'sh chekkinim bo'lsa, amaliy razmir qanchalikda deb ko'rginim shu. Meni qo'sh chekib etganim. Tushundingmi? Buningki mayada ikki xil tanlash bor ekan. Kichikiltishni tanlasam, har cheksam meni kichikiltib berdi. Kichikiltib berdi-ku. Cho'ngaytishni tanlasam, har cheksam bir-birlik cho'ngaytib berdi. Buningdan boshqa mouseni Windows 7 da mouseni besib turib, da besib tursam, bu o'zligidan cho'ngayib ketdi, shundaqmi? O'zligidan cho'ngayib ketdi. Ham besib men ustiga tortsam mana kichiklayotdi-ku. Agar besib ostiga tortsam, chekmay, cho'ngaydi. Cho'ng kichiklikni shundaq bir taraf qilasizlar. Qolgan men degan narsalar mayadan bor ekan-ku, mana shundaqmi? Meni cheksanglar bunda tanlablan, eklab meni chekib qo'ysanglar bo'ladi. Meni cheksanglar bo'ldi, menimi? O'lchamlik ko'rsatib turdi.